Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun siz bilan she'riy asarlarni ifodali o'qish va tahlil qilish metodikasi mavzusida mashg'ulotimizni olib boramiz. Mashg'ulotimizning rejasi quyidagicha. She'riy asarlarni tahlil qilish va ifodali o'qishning ahamiyati. Keyingisi she'riy asarlarni ifodali o'qishga o'rgatish yo'llari va she'riy asarlarni tahlil qilishning samarali usullari. She'riy asarlarni ifodali o'qish va tahlil qilishdan maqsadimiz quyidagilardan iborat, ya'ni o'quvchilarda she'riy asarlarni tinglab tushunish, tahlil qilish, ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirish, she'rni ohangi, ritmi, qofiyasini his etish orqali o'quvchilarda badiiy estetik didni rivojlantirish va o'quvchilar nutqida obrazlilik, ravonlik, emotsional ta'sirchanlikni kiritishdan iboratdir. She'riy asarlarni ifodali o'qish va tahlil qilish orqali o'quvchilarda estetik va ma'naviy did tarbiyalanadi. Shu bilan birga she'riy va estetik tajriba va did shakllanadi. Biz adabiyot darslarida o'quvchilarni she'riy asarlarni ifodali o'qishga o'rgatar ekanmiz. Avvalambor quyidagi bosqichlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirish 4 bosqichni o'z ichiga oladi. Tushunish bosqichi, tayyorlov bosqichi, texnik va amaliy bosqich. Bu bosqichlarda qanday ishlar amalga oshiriladi? Tushunish bosqichida o'quvchilar bilan she'rning mavzusi, g'oyasi ustida ishlaydi va she'rdagi o'quvchilar uchun o'qilishi qiyin bo'lgan yoki ma'nosini tushunish qiyin bo'lgan leksik birliklar, so'zlar bilan ishlaydi. Shoir pozitsiyasini aniqlaydi, ya'ni she'rning kayfiyati, ya'ni ruhiy holati, muallif g'oyasi nimadan iboratligini aniqlaydi. Tayyorlov bosqichida esa matnni to'g'ri talaffuz qilish, urg'ularini aniqlash mashqlari amalga oshiriladi. Semantik tuzilmalarni tushunib olish mashqlari amalga oshiriladi. Shu bilan birga emotsional kontekstni belgilash kerak bo'ladi. Bunda o'quvchilar she'rda quvonch, g'am, faxr, fidoyilik va hokazo, demak emotsional ta'sir qiluvchi ohangni aniqlashlari kerak bo'ladi. Texnik bosqichda esa o'qituvchi o'quvchilar bilan o'quvchilarning ovozlarini mana shu she'rni o'qishga, ifodali o'qishga to'g'irlash mashqlarini, ya'ni ifodali o'qish uchun ovozni balandlatish, pastlatish, kerakli joyda unli tovushlarni cho'zib turish mashqlarini amalga oshiradi va pauzani joyida ishlatish mashqlari ustida ishlaydilar. Matnga mos jismoniy holat, harakatlarni shakllantirish ustida ishlashadi. Amaliy bosqichda esa o'quvchilar yakka holda, juftlikda yoki bo'lmasam guruhli holatda she'rni ifodali o'qishadi. Ifodali o'qilgan she'rning tinglovchiga ta'siri tahlil qilinadi. Shu bilan birga muallif ohangiga yaqin ifodalilik yaratiladi. Mana shu 4 bosqich asosida ifodali o'qish xususiyatlari o'quvchilarda shakllantiriladi. Biz o'quvchilarga she'rlarni ifodali o'qish mashqlarini amalga oshirish jarayonida ovoz, intonatsiya, pauza va emotsional ifoda vositalarini ham tushuntirib o'tishimiz va bu vositalarni qanday amalga oshirish mumkinligini amaliyotda qo'llashlarini ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun ovoz bo'yicha ishlaganda shunday she'rlar bor, fidoyilik, vatanparvarlik ruhida yozilgan. Bunday she'rlarni o'quvchiga kuchli, qat'iy, shiddatli ohang bilan ifodali o'qish talab etilishini va shunday o'qish bo'yicha ma'lum bir namunalar ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Lirik falsafiy she'rlarimiz esa yumshoq, sokin, hissiy ohangda o'qilishi talab qilinishi va shu ohangda o'qilgan namunalarni ko'rsatib mashqlarni qildirishimiz kerak bo'ladi. She'rni ifodali o'qishda intonatsiyaning ham ahamiyatini tushuntirish jarayoni, demak, she'r ohangini ko'tarilishi va pasayishi, she'rni savol, bayon ohangi bilan aytilishi va shu ohanglarni qaysi biri bu she'rga to'g'ri kelishini anglab olishlari mumkin bo'ladi. Misol uchun fidoyilik va vatanparvarlik ruhida yozilgan she'rlardan Abdulla Oripovning she'rini oladigan bo'lsak, shunda 2 misra keltiramiz. Yurtim, senga she'r bitdim bugun. Qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'zi yurtin butun. Olam aro atagan tanho. Ushbu she'rni mana shunday ohangda, shunday intonatsiyada aytilishi she'rning g'oyasi, uning musiqiyligi, ta'sirchanlik doirasini kuchaytiradi. She'rni ifodali o'qish jarayonida pauzaning ham, emotsional ifodaning ham o'ziga
xos xususiyatlari bor. Ya'ni pauza bu tinglovchiga fikrni to'g'ri anglash imkonini berar ekan. Shu nuqtai nazardan pauzalarimiz ikkiga bo'linar ekan. Birinchisi sintaktik pauza, ikkinchisi esa emotsional pauza. Emotsional pauza bu aynan she'rni ifodali o'qish jarayonida ovozni yuqori ko'targan yoki past ko'targan holatda ma'lum bir uzoqroq muddatda sukutni saqlash va shu orqali she'r ta'sirchanligini oshirish kerak bo'ladi. Emotsional ifodada o'quvchi she'rni his-hayajon bilan o'qilishi va shu orqali tinglovchini o'ziga jalb qilishi va emotsional ta'sir qilishini amalga oshiradi. O'quvchi o'zini obrazga sola olishi kerak. Ya'ni o'qiyotgan she'ridagi voqea hodisalar xuddiki o'zini boshidan o'tgandek, o'sha voqea hodisalarni his qilgan holatda obrazga kirib o'qishi, demak, emotsional ifodani bera oladi va she'rning ta'sirchanlik doirasini oshiradi. She'rni ifodali o'qish uchun ma'lum bir tayyorlov mashqlari bo'ladi. Demak, birinchisi nafas mashqi, ikkinchisi esa diksiya mashqlari. Nafas mashqlarida o'quvchilarda diapazonni ochish, diafragma nafasini rivojlantirish amalga oshiriladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Misol uchun, zamin, O'zbekiston so'zlarini chuqur nafas bilan talaffuz qilish topshirig'i beriladi. O'quvchilar mana shu so'zlarni chuqur nafas bilan talaffuz qilish orqali ularda diafragma nafasi rivojlanadi. Yoki bo'lmasam til va lab mushaklarini faollashtirish uchun asosiy holatda ularga ko'proq tez aytishlarni ayttirish orqali amalga oshiriladi. Tuyg'uni ifodalash mashqlarimiz, obrazli o'qish mashqlarimiz ham bor. Ya'ni tuyg'uni ifodalash mashqida, misol uchun, she'rni xotirjam, g'azabli, quvonchli, g'amgin holatlarda o'qib ko'rilishi topshirig'i beriladi. O'quvchilarga misol uchun Cho'lponning go'zal she'rini turli ruhiyatda o'qish topshirig'i beriladi va o'quvchilar o'sha turli holatda o'qish orqali qaysi bir holat go'zal she'rini chiroyli va emotsional ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilsa, o'sha holatda o'qish ajratib olinadi. Obrazli o'qish mashqlarida shoir obraziga kirish orqali, ya'ni shoir she'rda qanday bir g'oyani ilgari surayotgan bo'lsa, shu g'oyani shoir nuqtai nazaridan chiqarib bera olish kerak bo'ladi. O'quvchi, misol uchun, Erkin Vohidovning O'zbegim qasidasini o'qish jarayonida o'quvchi o'sha shoir ruhiy holatini his etishi va aktyorona unga yondashib she'rni ifodali o'qib bera olishi kerak bo'ladi. Demak, biz she'rni ifodali o'qish mashqlarini amalga oshirish jarayonida o'quvchilarning nutq madaniyati va his-hayajonini ham rivojlantiramiz ekan. Nutq madaniyati qanday ko'rinishlarda ko'rinadi? Demak, o'quvchi qanchalik ko'p she'rlarni yod olsa, ularni ifodali o'qiy bilsa, yuqorida keltirilgan mashqlar asosida malakalari shakllangan bo'lsa, ularda adabiy til normalarida to'g'ri, ravon so'zlash qobiliyati, notiqlik unsurlarini ularning nutqida ifodalanishi yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bilan birga she'rlarni ifodali o'qish mashqlari orqali o'quvchilarimizda talaffuzida aniqlik va tildagi madaniyatli ifoda shakllanadi. Demak, o'quvchi she'r o'qish jarayonida she'rni albatta yurakdan his-hayajon bilan o'qishi, matnni yodlab emas, balki anglab his-tuyg'ularni ifodali chiqarib bera olishi, shu bilan birga she'rni qalbdan o'qish orqali tinglovchiga ichki hissiyotlarini junbushga keltira olishi darkor. Biz quyida Erkin Vohidovning O'zbegim qasidasini ifodali o'qish mashqlarini keltirib o'tamiz. Bu jarayonda biz birinchi qanday ishlarni amalga oshiramiz? Ya'ni yuqorida aytib o'tilgan bosqichlardan o'quvchilar bilan tushuntirish va tayyorlov mashqlari amalga oshiriladi. Demak, tushuntirish mashqlarida she'rni o'qib chiqiladi va she'rning ichida talaffuzi qiyin bo'lgan, tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlar tanlab olinadi. O'quvchilar ushbu so'zlarni ma'nosini o'qituvchi bilan birgalikda tahlil qilishadi, ularning ma'nodoshlariga misollar keltirishadi. Shu orqali so'zning she'rdagi murakkab, tushunilishi murakkab bo'lgan so'zlarning ma'nosini to'g'ri anglab olishadi. Kayfiyatni aniqlash mashqlari, aynan o'qituvchi O'zbegim qasidasidan ma'lum bir parchani hech qanday emotsiyasiz, ya'ni xotirjam o'qib beradi. O'quvchilar esa ushbu o'qilgan parchaga qanday kayfiyat yetishmayotganligini aytishlari va kerakli kayfiyatni tanlab olishlari kerak bo'ladi. Misol uchun, o'qilgan parchada g'urur, jo'shqinlik, og'riq, kuch, xotirjam faxr kabi hislarni kerakligi yoki o'shalarning ichidan qaysi birini tanlab olish kerakligi haqida o'z fikrlarini
bildiradilar. Aynan ushbu o'zbegim qasidasini ifodali o'qish jarayonida o'qituvchi nafas mashqlarini, urg'u mashqlarini ham o'quvchilar bilan amalga oshirishi mumkin. Misol uchun nafas mashqlarini amalga oshirganimizda o'zbegim so'zini 3 xil ko'rinishda, ya'ni xotirjam, rasmiy bayon va jo'shqin tantanali ifoda holatida o'qib ko'rishlarini topshiradi. Ya'ni xotirjam holatda o'zbegim bo'ladigan bo'lsa, rasmiy bayoniy holatda o'zbegim bo'ladigan bo'lsa, jo'shqin tantanali holatda o'zbegim shaklida ma'lum bir musiqiylik, ohangdorlik shaklida o'quvchilar talaffuz qilishlari kerak bo'ladi. Demak, urg'uda oladigan bo'lsak, mana bu yerda 2 misrasi keltirilgan, ya'ni sen borsan ko'ngilda shodlik, halovat, sen yo'qsan yurakka cho'kar firoqat deganda, agar o'quvchilar borsan yo'qsan so'zlariga urg'uni to'g'ri qo'yib o'qisalar, bunda misralarning ta'sirchanligi, ifodaviyligi yanada yuqoriroq bo'ladi. Intonatsiyani ifodalashda, ya'ni his-hayajon ifodasi, mehr va fidoyilik ifodalari borki, buni qanday chiqara olamiz? Misol uchun faxr ifodasi, iztirob ifodasi bor. Faxr ifodasi bilan o'qishga quyidagicha o'qishga harakat qilamiz. O'zbekman degan so'z har bir qalbda yonsa, dunyo titrab ketar buyuk qudratdan. Endi iztirob shaklida o'qib ko'ramiz. Iztirob ohangida. Sensiz ma'nosizdir borliq, zamin, osmon. Ya'ni ma'lum ovoz pasayishi, o'sha muallifning yuragidagi og'riqni biz chiqarib bera olishimiz kerak. Uning uchun shu misralarni o'qishda ma'lum bir to'g'ri ohangdorlik va pauzalarni to'g'ri tanlay olishimiz kerak bo'ladi. Mehr va fidoyilik ruhida agar she'rni ifodali o'qiydigan bo'lsak, sen bor hayotimda mangu bayramim, sensan yuragimda turgan jo'shqinim shaklida o'qish tavsiya etiladi. Aynan ushbu o'zbegim qasidasini ifodali o'qishga tayyorlash jarayonida pauza belgilarini qo'yish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Demak, o'quvchilar qisqa pauza, dramatik pauzalarni bilishlari kerak va aynan misrani ifodali o'qiyotgan joyda qayerda ovoz ko'tarilishi va qayerda ovoz pasaytirilishi yuzasidan ham ma'lum bir malakalarga ega bo'lishi kerak va aynan mana shu yerda pauzani ta'sirini baholashda o'qituvchi yoki o'quvchilar bir misrani pauza qo'ygan va pauza qo'ymagan holatda o'qib beradi. O'quvchilar esa pauza qo'yilgani yoki qo'yilmagan holatda yoki pauza qayerdadir, qisqa pauza qayerda, dramatik pauza qo'yildi, buning ta'sirchanligi qanday bo'lishi shularni tahlil qilib, she'rni qayerda, qanday ohangda pauzani qanday qo'yish kerakligi bo'yicha aniqlik kiritib oladilar. Demak, yakuniy ifodali o'qish jarayonida har bir o'quvchi 4-6 misradan iborat parchani oladilar va matn mohiyatini tahlil qiladilar. Shundan kelib chiqib, ular she'rni ifodali o'qishga harakat qiladilar. Bu ifodali o'qish quyidagicha baholanishi mumkin. Ya'ni intonatsiyasi, pauza va nafasni to'g'ri qo'llashi, his-hayajonga berilib o'qishi, obrazga kirib o'qishlari, demak, o'quvchilar tomonidan baholanadi. Misol uchun, o'quvchilarga berilgan parchada mana bunday belgilarni qo'yib olish mumkin. Ya'ni o'zbekman degan so'z, qisqa pauza, har bir qalbda yonsa, dramatik pauza, dunyo titrab ketar. Demak, ovoz pastlashi yoki balandlashi buyuk qudratdan deb belgilarni qo'yib oladilar va shu orqali o'qishga harakat qiladi. Mana siz bilan hozir o'qib ko'rishga harakat qilamiz. O'zbekman degan so'z har bir qalbda yonsa, dunyo titrab ketar buyuk qudratdan. Mana shunday har xil ohanglar bilan o'qib ko'rishadi va qaysi ohang, qaysi pauza to'g'ri qo'yilgan, baland ovoz qayerda baland qilinishi kerak, qayerda past qilinishi kerakliklarini shu mashqlar orqali o'rganadilar va o'quvchilar mana shu mashqlar asosida she'rlarni ifodali o'qish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, demak, biz o'quvchilarga asosiy holatda she'rlarni, g'azallarni audio vosita orqali qo'yib berishimiz va quyidagi topshiriqlarni berishimiz mumkin. Ya'ni audio matn tinglang, she'rni ifodali o'qing, she'r janrini aniqlang, qofiya va radifini aniqlang, qanday badiiy ta'sir vositalari
ifodalangan tahlil qiling va Sinkveyn asosida she'rning mazmun mohiyatini sharhlang kabi topshiriqlarni ham berishimiz mumkin. Bu she'rni ifodali o'qish bilan birgalikda she'rning mazmun mohiyatini ham tahlil qilish va uni g'oyasini aniq tushunishga olib keladi. Shu bilan hurmatli tinglovchilar, bugungi mashg'ulotimizga yakun yasaymiz. Mashg'ulotimiz davomida siz bilan tanishgan she'rlarni ifodali o'qish va tahlil qilish metodikasi bo'yicha usullarimiz, mashqlarimiz sizga manzur bo'ldi deb o'ylaymiz. Amaliyotingizda bu usullardan samarali foydalanasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.